Bu qurilmaning ajoyib tomoni shundaki, u ko'proq ishlagan sari uning sarfi kamayadi. Qurilma prototipi ilmiy muhitda Jilin universitetida sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, Meteorologiya instituti tomonidan kalibrlangan o'lchov asboblaridan foydalanib, o'lchovlar amalga oshirildi. Natijalar shunchalik ajoyib ediki, unga berilgan munosabat bunday ajoyib narsa haqiqat bo'lishi dargumon bo'ldi. Shuning uchun men mutaxassislarga murojaat qildim. Xususan, Myunxen universitetiga borib, kutilmagan javob oldim. Markazdan qochma-ko'ch buning sababi bo'la olmaydi, chunki markazdan qochma-ko'ch mavjud emas. Bu shunchaki fiktiv tushuncha. Hozir nasos salt ishlayapti, ya'ni faqat havoni haydayapti. Bizda elektr sarfi taxminan 230 vatt ko'rsatib beraman. Mana 240. Elektr sarfi 230 vatt atrofida. Keyin so'rish shlangini suvga tushiramiz, ya'ni suyuqlikni haydashni boshlaymiz. Oqim tezligi daqiqaga 36-37 litrni tashkil etadi. Va elektr sarfi 230 vattdan 140 vattgacha pasaydi. Nasosni qancha ko'proq ishga solsak, ya'ni tizimdagi bosimni oshirsak, bosim qanchalik yuqori bo'lsa, iste'mol shuncha kamayib boradi. To'liq yuklama sharoitida ham tizimdagi bosim 1 bar bo'lganda, elektr sarfi atigi 90 vattni tashkil etadi. Ikkinchi tajriba orqali biz yuklangan tizimda motor aylanishlarini oshirib, markazdan qochma-ko'ch mavjudligini ko'rsatishimiz mumkin. Chunki aylanish tezligini 100% ga oshirsak, markazdan qochma-ko'ch 4 baravarga ortadi. Bu shuni anglatadiki, agar men aylanish chastotasini 23,5 dan 47 Hz ga ko'tarsam, markazdan qochma-ko'ch 4 bar bosim hosil qilish kerak. Bunda iste'mol 100% dan oshmasligi lozim. Shuning uchun biz hozir buni sinab ko'ramiz. Men asta-sekin tezlikni oshiryapman. Tizimdagi bosim esa ortib boryapti. Biz hali aylanish tezligini 2 barobarga oshirmadik ham, lekin tizimdagi bosim allaqachon 4 barni tashkil etyapti. Shu bilan birga elektr iste'moli 90 vattdan 140 vattgacha oshdi. Ya'ni bu 100% dan ancha kam. Aynan shu nuqtada markazdan qochma-ko'ch ta'siridan foydalanish imkoniyati namoyon bo'ladi.
Bunda biz material imkon berguncha va konstruksiya bardosh berguncha samaradorlikni oshirishimiz mumkin. Bu yerda biz haqiqatan ham butun sanoatda o'nlab foiz energiyani tejaydigan inqilobiy texnologiya haqida gapiryapmiz. Chunki aytib o'tganimdek, bizda nafaqat bunday tebranishli, balki rotorli dvigatellar uchun ham tayyor yechimlar bor va ularda ham xuddi shunday ta'sir kuzatiladi. Ya'ni biz markazdan qochma kuch ta'siridan foydalanib, qandaydir quvvat hosil qilamiz. Bu ilgarilanma harakat bo'ladimi, aylanma harakat yoki boshqasi bo'ladimi, farqi yo'q. Mening ismim Pavel Nemesh. Men Nitra yoki Novozamki yaqinidagi Shuramdanman. Va umuman olganda, butun hayotim davomida turli xil qurilmalarni ixtiro qilish bilan shug'ullanaman. Fizik bo'lmasam-da, fizikani o'rganmaganman. Lekin ma'lum fizika qonunlariga zid ravishda ishlaydigan qurilmani loyihalashga muvaffaq bo'ldim. Lekin ehtimol aynan fizika bilan shug'ullanmaganim uchundir. Chunki uni o'rganganimda bu yo'nalish bilan shug'ullanish xayolimga ham kelmagan bo'lardi. Bugun biz shu qurilma haqida gaplashamiz. Ushbu qurilma bugunning o'zida shubhasiz ishlayapti. Chunki biz unga patent olishga muvaffaq bo'ldik. Qurilma prototipi akademik muhitda, Jilin universitetida sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, Meteorologiya instituti tomonidan kalibrlangan o'lchov asboblardan foydalangan holda o'lchovlar o'tkazildi. Shuning uchun erishilgan natijalarga shubhalar bo'lishi mumkin emas. Va bu qurilmaning hayratlanarli tomoni shundaki, u ko'proq ishlagani sari uning iste'moli kamayadi. Fiziklar uchun bu shunchalik g'ayritabiiy hodisaki, ularni bu qurilmaga qiziqtirishimiz juda qiyin bo'lyapti. Ammo biz harakat qilyapmiz va bundan nima natija chiqishini ko'ramiz. Ijozatingiz bilan so'rasam, tomoshabinlarimizga ushbu texnologiyaning ishlash tamoyilini sodda tarzda tushuntirib bera olasizmi? Bu yerda gap aynan makkorlik yoki bir usul deb atash mumkin bo'lgan narsa haqida ketyapti. Bugungi kunda mavjud va ishlatilayotgan barcha privodlar salt ishlayotganda inersiyadan foydalanadi. Misol keltiray. Avtomobil tezlashganda, ya'ni siz tezlikni oshirayotganingizda, yoqilg'i sarfi 20 litrni ko'rsatadi. Ya'ni bu oniy sarf hisoblanadi. Biroq siz ma'lum bir tezlikka, aytaylik soatiga 100 kilometrga yetib harakat barqarorlashganda, sarf 5 litrgacha tushadi. Bu shuni anglatadiki, o'sha paytda avtomobil o'zining inersiya kuchidan foydalanadi. Dvigatel faqatgina harakatni qo'llab-quvvatlaydi. O'sha 5 litr esa havo qarshiligi, podshipniklardagi ishqalanish, shinaning yumalanishiga qarshilik va shunga o'xshash yo'qotishlarga sarflanadi. Tizim dvigatel aylantiradigan muvozanatsiz yuklarning inersiya kuchidan foydalanadi. Biz energiyani aylanishdan emas, balki muvozanatsizlik tufayli yuzaga keladigan tebranma harakatidan olayotganimiz sababli motor bu vaqt davomida yuklarning inersiyasidan foydalanishni davom ettiradi. Biz esa bu ikkilamchi, tebranma, qo'shimcha harakat turini foydali ishga aylantiramiz. Aynan shu sababli biz bunday natijalarga erishamiz va yuklama paytida energiya sarfi kamayadi. Chunki qurilma salt ishlaganda tebranishlar ko'proq bo'ladi. U masalan, suyuqlikni nasos kabi haydashni boshlaganda tebranishlar kamayadi va yuk qisqaroq yo'lni bosib o'tadi. Natijada energiya iste'moli ham pasayadi. Bu xuddi avtomobilda ketayotib, inersiya yo'qoladigan yoki faqat qisman ishlatiladigan tepalikka ko'tarila boshlaganga o'xshaydi. Bizning holatimizda esa motor bu ko'tarilishni go'yo sezmayotgandek. Chunki agar bu harakat mana shu ikkilamchi tebranishlar hisobiga hosil qilinsa, avtomobil tepalikka ko'tarila boshlagach, bu tebranishlar shunchaki kamayadi. Lekin mashina baribir tepalikka ko'tariladi. Ya'ni biz qurilma yuklangan holatda ham inersiyadan foydalanishda davom etamiz. Bu yetarlicha tushunarlimi, yo'qmi bilmadim, lekin ehtimol buni soddaroq tushuntirib bo'lmas. Biz qurilmani ko'proq ishga solib, ko'proq energiyani olishimizga qaramay, dvigatelning aylanishini to'xtatmayapmiz. U avvalgidek inersiya hisobiga aylanyapti. Bu juda qiziqarli. Tinglovchilarimizga bu kashfiyotga qanday erishganingizni aytib bera olasizmi? Bu ixtironi yaratishga sizni nima undadi?
Men dastlab butunlay boshqa narsani loyihalagan edim. Bu maxsus aerodinamik quvur bo'lib, sinovlar paytida u bilan doimo bir xil hodisa yuz berardi. Aylanayotganda u yirtila boshlardi. Qandaydir deformatsiya boshlanib, u shikastlanardi va biz hammasini to'xtatishga majbur bo'lardik. Biz nima bo'layotganini tushunishga harakat qildik va uni har doim chetlaridan yirtilishini aniqlagach, demak, bu yerda markazdan qochma kuch ta'sir qilayotgan bo'lishi kerak degan xulosaga keldik. Markazdan qochma kuchning mohiyatini chuqurroq o'rgana boshlaganimda, hisob-kitoblar paytida menga mantiqsiz tuyulgan juda qiziqarli narsalarni kashf etdim. Shu sababli mutaxassislarga, aniqrog'i, Myunxen universitetiga murojaat qildim va kutilmagan javob oldim. Markazdan qochma kuchi sabab bo'la olmaydi, chunki markazdan qochma kuch mavjud emas. Bu real narsa emas. Bu meni juda hayratga soldi va men bu masalani yanada chuqurroq o'rganishni boshladim. O'sha paytdagi hamkasbim bilan markazdan qochma kuchning haqiqatan ham mavjud yoki mavjud emasligini isbotlaydigan qurilma yaratganimizcha izlanishlar olib bordik. Hayratlanarli tomoni shundaki, hozirgacha fiziklar ham hayratda. Biz markazdan qochma kuch haqiqatan ham mavjudligini aniqladik. Biz undan foydalana olamiz. U quvvat va ishni ifodalaydi. Hamda undan samarali foydalanib, biz foydali narsalar qila olamiz. Xullas, birinchidan, sinov yoki tajribaning mohiyati shundan iborat bo'lishi kerak ediki, agar markazdan qochma kuch haqiqiy bo'lsa, yuklanish paytida qurilmaning energiya iste'moli oshmasligi kerak edi. Biroq biz hayratga tushdik, chunki iste'mol nafaqat ko'paymadi, balki pasaya boshladi. Ozgina emas, deyarli 2 baravar kamaydi. Ya'ni qurilma ko'proq ishlashi bilan qurilmaning energiya iste'moli deyarli yarmiga kamaydi va bu biz uchun markazdan qochma kuch mavjudligining yaqqol isboti bo'ldi. Ushbu qurilmaning mohiyatiga qaytadigan bo'lsak, uning afzalliklari va qo'llanish maqsadlarini oddiy so'zlar bilan qanday tushuntirib bera olasiz? Aké sú, dá sa povedať, benefity, alebo v čom spočíva výhoda tohto zariadenia, alebo na aké účely vlastne sa dá použiť toto zariadenie? Bu texnologiyani markazdan qochma kuch ta'siridan foydalanadigan yangi turdagi privid deb ataylik. Dastlab biz uni kompressorda qo'lladik va ommaviy ishlab chiqarilayotgan kompressorlarga nisbatan elektr energiyasi sarfini 30% ga kamaytirishga erishdik. Bu haqiqatan ham kutilmagan natija edi. 30% juda katta ko'rsatkich. Buni bizga kompressorlarni yaxshi biladigan mutaxassislar tushuntirishdi. Axir sanoatdagi barcha energiyaning 10% gacha aynan kompressor prividlariga sarflanadi. Tadqiqotlarni davom ettirib, sinovlar va testlar o'tkazganimizda bu texnologiyani yanada takomillashtirib, yangi nasos yaratdik. U yerda biz shunga o'xshash nasoslarga nisbatan 65% elektr energiyasini tejashga erishdik. To'g'risini aytganda, bu deyarli g'ayritabiiy ko'rinardi. Ta'kidlash joizki, gap prototip haqida ketyapti va unda hali ham takomillashtirish lozim bo'lgan narsalar bor. Garchi bularning barchasi ertakka o'xshasa-da, barcha o'lchovlar mutaxassislar tomonidan kalibrlangan o'lchov asboblari yordamida amalga oshirilgan. Shu sababli bu natijalarning ishonchliligiga shubha yo'q. Men bu texnologiyani aylanma mexanizmlarda qo'llash ustida ham ishlayapman. Bu shuni anglatadiki, aylanish ishlatiladigan sanoatdagi deyarli barcha mashinalar ushbu privid bilan jihozlanishi va nasosda 65% gacha energiya tejashi mumkin. Hatto o'rtacha 50% tejashni olsak ham, bu oldinga qo'yilgan ulkan qadam bo'ladi. Agar men to'g'ri tushungan bo'lsam, agar bu qurilma biror texnologiyaga, masalan, nasos, kompressor yoki qandaydir rotatsiya qurilmasi bo'lsin kiritilsa, u doimiy kirish parametri bilan 50% ko'proq quvvat bera oladimi? Yoki aksincha, bir xil chiqish quvvati bilan u iste'mol qilinadigan energiyani 50 yoki undan ko'proq foizga kamaytirishi mumkinmi?
o 50 a To'g'ri javob ikkinchisi. B je Gap správne. aynan energiyani tejash haqida ketyapti. O úsporu energie. Bir xil chiqish quvvatida, masalan, nasos misolida, Čerpadle pri rovnakom výkone ya'ni bir xil miqdordagi suyuqlikni haydashda, aytaylik, daqiqasiga x litr. o 65 Biz bir xil bosimda shu miqdordagi suyuqlikni haydash uchun 65% kamroq elektr energiyasini sarflaymiz. takom istom tlaku Shuni ta'kidlash kerakki, bu 65% ga tizimdagi bir bar bosimda erishdik. sisteme, to Bu suvni 10 metr balandlikka ko'tarishga teng. Ya'ni mohiyat tejamkorlikda. jedna o úsporu. Ale Samaradorlik haqida gapirar ekanmiz. Hozirda biz elektr stansiyalari yoki elektr generatorlarida qo'llaniladigan aylanma qurilmalarga moslashtirilgan tizim ustida ishlayapmiz. elektrárnach alebo pri generátoroch na Oddiy elektrickú misol, energiu, shamol elektr stansiyasi. veterná elektrárne, Bizning tizimimiz yordamida uning samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. aktivitu tej elektrárne. Ja poviem Bugungi teraz kunda príklad. shamol elektr stansiyalari o'rtacha 40% atrofida samaradorlik bilan ishlaydi. Elektrárne pracujú s účinnosťou 40%. To znamená, že keď cez tú plochu, ktorú zaberá Bu shuni anglatadiki, agar turbinaning ishchi qismidan kinetik energiyasi 1 kilovat bo'lgan shamol oqimi o'tsa, elektráreň veterná dokáže z tejto rýchlosti vetra bu stansiya faqat 400 wattni elektr energiyasiga aylantira oladi. 400 W na elektrickú energiu. No a tým vlastne, kebyže aplikujeme tento náš Bizning texnologiyani qo'llagan holda technológiu na bu takéto ko'rsatkichni kamida 50% ga oshirishimiz. minimálne o 50%, čo zatiaľ vychádza. Ya'ni o'sha elektr stansiyasidan 400 watt o'rniga 600 watt olishimiz mumkin. Dostať vo Bu elektr energiyasi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi. elektrické energie. Bunda yondashuv nafaqat shamol, balki boshqa barcha turdagi elektr stansiyalariga gidro, issiqlik, atom, turbinalar va generatorlar yordamida elektr energiyasini ishlab chiqaradigan barcha joylarga tatbiq etilishi mumkin. Bizning texnologiyamizni joriy etish orqali elektr energiya ishlab chiqarishni kamida 50% ga oshirish mumkin. Ha, buni haqiqatan ham inqilobiy kashfiyot desa bo'ladi. objav. Darrov xayolga bir fikr keladi. Že určite ste Siz bu ma'lumotni allaqachon ko'pchilik bilan, hatto keng jamoatchilik bilan bo'lishgan bo'lsangiz kerak. Qanday fikr mulohazalar bo'ldi? Aké sú ohlasy doteraz? Ha, albatta harakat qilyapmiz. Snažíme sa Chunki ilmiy jamoatchilik, ayniqsa fiziklar, bunday ish bilan shug'ullanishda qandaydir ichki to'siqqa duch kelayotgandek. zaoberať sa niečím takýmto. Bugun butun dunyo ekologik, iqtisodiy, energetik kabi global inqirozlarga yechim izlayotgan bir paytda Ekonomická alebo biz aslida shunday yechimni taklif etyapmiz. Biroq natijalarimiz shunchalik yaxshiki, odamlarning reaksiyasi bunday yaxshi narsaning haqiqat bo'lishi dargumon bo'ldi. Shunga qaramay biz ma'lum qadamlarni qo'ydik. Bu ancha mushkul bo'ldi. Ko'plab muvaffaqiyatsiz urinishlar va sa'y-harakatlardan so'ng Jilin universiteti bilan hamkorlik memorandumini imzolashga erishdik. Hozirda u yerda ushbu qurilmaning sinovlari va taqdimotlarini o'tkazyapmiz. Universitet mutaxassislari qurilma ko'proq ishlagani sari nima sababdan energiya sarfi kamayishini asoslashga va o'rganishga urinyaptilar. Ko'ramiz ular qanday xulosaga kelisharkan. Bunday holat nima uchun sodir bo'lishini tushuntirib bera olasizmi? Prečo to tak je? Sanoatning katta qismi kabi men ham bu yerda markazdan qochma kuch ta'siri haqida gap ketayotganiga va bu kuch haqiqiy ekanligiga ishonchim komil. Bilasizmi, prototiplar bilan tajribalar o'tkazish jarayonida biz muvozanatsiz yuklar aylanganda tebranish hosil qiladigan, seriyali ishlab chiqariladigan vibratsion motorlardan foydalandik. Bu tebranishlarni biz foydali quvvatga aylantiryapmiz. Shuningdek, ushbu vibratsion mashinalarni ishlab chiqaruvchilar o'z dvigatellarining texnik tavsiflarida tebranishlar aynan markazdan qochma kuch ta'sirida yuzaga kelishini aniq ko'rsatib o'tishdi. Biroq ilmiy hamjamiyat, fiziklar hamon bunday hodisa markazdan qochma kuchdan quvvat hosil qilish, ish bajarish uchun foydalanish mumkinligini inkor etishmoqda. Ular markazdan qochma kuch real emas va undan foydali energiya olish uchun foydalanib bo'lmaydi degan fikr bildirishni davom etmoqdalar. Siz akademik doiralarda yoki ilmiy jamoatchilikda ushbu texnologiyaga nisbatan ijobiy fikrlar yoki qo'llab-quvvatlash holatlari bilan to'qnash kelganmisiz?
alebo podporujúcimi No, tú technológiu? v podstate... Aslida hozir Jiling universitetida bunday jiddiy o'rganishga qiziqish borga o'xshaydi. Aj naozaj vážne skúmať. Bizning nazarimizda ular hali biroz sekin harakat qilishyapti, ammo ilojimiz qancha? Umid qilamanki, bir kun kelib natijasi bo'ladi. Masala shundaki, ular 2 daqiqa ichida nima bo'layotganini tushunib, tushuntirishga urinishadi. A vysvetliť, čo Biroq deje. ularning izohlari aslida voqelikdan yiroq. Vlastne nemajú s realitou nič spoločné. Poviem príklad. Misol keltiraman. Jeden taký O'zini fizik deb atovchi bir kishi bu qurilmaga qarab, pozrel na to, siz rezonansni topishga erishdingiz. podarilo nájsť rezonanciu. Siz bu tebranishlarni qandaydir tarzda qurilma va haydayotgan suyuqlik bilan uyg'unlashtira oldingiz. S tým médium, ktoré tam prečerpáva. Shu sababli pasayish yuz berdi dedi. Preto prišlo k tomu poklesu. Biroq muammo shundaki, Problém je v tom, že qurilma turli chastotalarda ishlaydi. nefunguje pri Ya'ni agar uning farazlari to'g'ri bo'lganida, u faqat bitta aniq chastotada ishlagan bo'lardi. tak fungovalo by to len... Aslida esa u barcha chastotalarda ishlaydi. V podstate pri Biz aynan shu rezonansli chastotani tasodifan tutib oldik degan xulosaga kela olmaymiz. že by to Bu juda katta tasodif bo'lardi. rezonancia, že by sme ju trafili. Birinchi urinishdayoq rezonansga tushib qolish. Že by sme ju trafili na prvýkrát. A ak by som sa mohol opýtať... Agar so'rashga ruxsat bersangiz, povedzme, sizda bu texnologiyani hayotga, jamiyatga, sanoatga va hokazolarga qanday joriy etish bo'yicha rejalaringiz yoki tasavvurlaringiz bordir? reálne implementovať do života, do, Sizningcha nimadan boshlash kerak? do priemyslu a tak ďalej, že kde treba začať? No, Albatta bu oson ish emas, lekin ko'ramiz. Biz turli kompaniyalarga murojaat qilib harakat qilyapmiz. ktoré by Ammo muammo shundaki, yirik korporatsiyalarda byurokratiya juda kuchli. Bir narsa kerakli joyga yetib borguncha ancha vaqt o'tadi. Kichik firmalarda esa izlanishlarga sarmoya kiritish uchun mablag' yetishmaydi. Biroq biz bu ustida ishlab kelyapmiz. Bizda haqiqiy natijalar borligini 2 innovatsion grant olganimiz tasdiqlaydi. Har biri 15 ming yevrodan. Hozir aynan shu mablag'lardan foydalanmoqdamiz. Menimcha eng to'g'ri yo'l ilmiy jamoatchilikka, ayniqsa fiziklarga murojaat qilishdir. Agar ular buning natijalarimiz haqiqiy ekanini tushunishsa, professional hamjamiyat, ha, bu yerda e'tiborga loyiq narsa bor. Bugungi kundagi ulkan muammolarni hal qila oladigan g'oya mavjud deb aytsa, ancha oson bo'ladi. Bu ixtironi amaliyotga joriy etishning eng samarali usuli bo'lardi. Men yana so'ramoqchiman. Sizni oldinga intilishga undaydigan asosiy turtki nima? Sizni nima ilhomlantiradi? To'g'risini aytsam, bularning barchasini qo'shtirnoq ichida aytganda majburan qilayotgandek his qilaman. Bu menga juda qiziqarli, lekin men doimo shunday kuchli e'tiborsizlikka duch kelamanki, hatto qarshilik emas, aynan e'tiborsizlik. Ba'zida shunchaki umidsizlikka tushib xafa bo'laman. Ammo har safar meni yana oldinga undaydigan biror narsa sodir bo'ladi. Yangi yechim, yangi g'oya paydo bo'ladi va men yana harakat qilishni, izlanishni davom ettiraman. Aytishim kerakki, men o'zimni qaysar yoki har qanday holatda ham maqsadim sari intiluvchi odam deb hisoblamayman. Ochig'i buning uchun men juda dangasaman. Biroq vaziyat meni doim taslim bo'lmaslikka va oldinga qadam tashlashga undayotgandek. Tan olishim kerakki, qurilmaning ishlash prinsipi meni juda ham ilhomlantirdi. Buning sababi biz hozir qisman inson faoliyati va antropogen ta'sir natijasida yuzaga kelgan iqlim o'zgarishi davrida yashayotganimizdir. Xususan, bu plastik, mikroplastik va nanoplastik bilan ifloslanishga taalluqli bo'lib, ular nafaqat okeanlarda, balki butun tabiat aylanishida va hatto tanamizdagi deyarli har bir molekulada mavjud. Bularning barchasi ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishiga sezilarli darajada hissa qo'shmoqda. Platformamiz doirasida biz tabiatda suv aylanishini tozalashi mumkin bo'lgan atmosfera suv generatori ko'rinishida texnologik yechimni taqdim etdik. Biroq bu qurilma juda ko'p energiya sarflaydi. Siz ham energetika inqirozi davrida yashayotganimizni ta'kidladingiz. Men yangi texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq elektr energiyasi iste'moli o'sishining prognozlarini ko'rdim.
Shuning uchun menimcha, bu biz allaqachon taqdim etgan erkin energiya generatorlari kabi va bugungi mavjud texnologiyalar o'rtasidagi oraliq bosqichga o'xshaydi. Shu sababli bu g'oya menga juda yoqdi. Sizdan so'ramoqchiman, odamlarga, olimlarga, akademik hamjamiyatga yoki tadbirkorlarga qanday xabarni yetkazishni istaysiz? Ular nima uchun aynan shunday g'oyalar yoki texnologiyalar ustida ishlashni boshlashlari kerak? Javob aynan savolingizning o'zida yotibdi. Jamiyatimizning eng bilimdon, ta'bir joiz bo'lsa, ziyoli qatlami faktlarni qabul qilishdan bosh tortishi chindan ham ajablanarli. Men buni aynan shunday idrok etaman. Balki kimdir meni noliyapti yoki shikoyat qilyapti deb o'ylar. Ammo aslida yuqori ma'lumotli insonga kelib, unga natijalarni, patent hujjatlarini, o'lchov protokollarini ko'rsatganingda, bu odamlarning rostdan ham muammo nimada ekanligini tushunmayapman. Ehtimol bu hasad yoki patent hujjatlarini soxtalashtirganim haqidagi shubha gumonlardir. Biroq bularning barchasini patent idorasining veb-saytida tekshirsa bo'ladi. U yerda har kim bu ma'lumotni topib, uning haqiqiyligiga ishonch hosil qilishi mumkin. Axir men patent idorasi tizimini buzib kirganim yo'q-ku. Lekin men hammaga shuni aytmoqchimanki, ular biroz mulohaza yuritishlari lozim. Hamma yechim izlayotganda, u ko'z o'ngida tursa-yu, uni e'tiborsiz qoldirishsa, chetga surib qo'yishsa yoki hatto qadrsizlashsa, bir tomondan ularni tushunaman. Chunki butun internet turli xil ixtirolar bilan to'lib toshgan. Odamlar o'z yechimlarini bunday yoki ana unday ishlashini ta'kidlashadi. Borib qarasang, qandaydir fake bo'lib chiqadi. Ular hech narsani tushuntirgisi kelmaydi. Biz chindan ham hamma narsani o'z ko'zi bilan ko'rishni xohlagan har bir kishini shaxsiy o'lchov asboblarini olib kelishga taklif etamiz. Har shanba va yakshanba kuni ertalab soat 10 da barchani qurilmamiz namunasining namoyishiga chaqiramiz. U yerda barcha narsani o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz, o'lchov asboblaringizni olib kelib, haqiqatan ham u ishlayotganini tekshirishingiz mumkin. Vaziyat noiloj ahvolda, chunki fiziklar biz bilan muloqot qilishdan bosh tortishmoqda, bizdan qochishmoqda. Ular bu soxta, ishlay olmaydi deb o'ylashadi. Biz qilgan barcha ishlar, o'lchovlar va tekshiruvlarga qaramay. Agar kimdir chindan ham xohlasa, kelib ko'rsin. Men buni hatto Injildagi vaziyatga o'xshatardim. Biz to'y uyushtirib, barcha yaqinlarimizni, ya'ni mutaxassislarni taklif qildik. Agar ular rad etishsa, ko'chaga chiqib o'tgan-ketgani chaqirishga to'g'ri kelyapti. Shu sababli biz bilan ishlashga yoki hamkorlik qilishga qiziqadigan har bir kishini taklif etamiz. Chunki aytganimdek, o'zimni eng aqlli yoki eng daho deb da'vo qilmayman. Balki kimdir kelib, bu texnologiyani ko'rib, uning ishlash tamoyilini tushunib, yanada yaxshiroq yechim yoki takomillashtirishni taklif qilar. Shuning uchun biz hamkorlikka tayyormiz. Agar kimdir bu kelajakda keltiradigan daromaddan o'z ulushini olishni istasa, kelib bu qanday ishlayotganini o'z ko'zi bilan ko'rsin, xohlasa o'zi o'lchov o'tkazsin. So'ngra o'zi uchun qaror qilsin. Bunga moliyaviy sarmoya kiritishni xohlaydimi yoki boshqa yo'l bilan qo'llab-quvvatlashnimi? Haqiqatan ham kelajak texnologiyasining bir qismi bo'lishini istaydimi? Bu qancha vaqt talab qilsa, shuncha vaqt olsin. Ishonchim komilki, biz uni ilgari surishga erishamiz. Siz bu texnologiya yoki uni ishlab chiqish bilan qancha vaqtdan beri shug'ullanyapsiz? Aynan shu ish ustida 9 yildan ortiq vaqtdan beri ishlamoqdaman. Ilgari bu rotatsiya boshlanishi bilan doim yorilib ketadigan aerodinamik quvur edi. Ammo aynan shu texnologiya ustida 9 yildan beri ishlamoqdaman. Bundan oldin ham turli loyihalar bo'lgan, lekin ular ko'proq eksperiment tariqasida o'tkazilgan edi. Yana bir narsa so'ramoqchi edim. Biz bu haqda gapirdikmi, yo'qmi, aniq bilmayman. Lekin bunday qurilma jamiyatga qanday aniq foyda keltirishi mumkinligini bilishni istardim.
Bu savol ko'proq analitiklarga taalluqli. Ammo albatta men bu texnologiya bilan ko'p yillardan beri ishlaganim sababli uning oqibatlari haqida ham o'ylab ko'rganman. Darhaqiqat, inson bu haqda qancha ko'p o'ylasa, energiya sarfini kamaytirishning afzalliklari qanchalik keng qamrovli bo'lishi mumkinligini shunchalik chuqur anglab yetadi. Agar biz 10 yoki 15% tejash haqida gapirganimizda ham bu voy ajoyib bo'lardi. Lekin 50% va undan ortiq elektr energiyasini tejash haqida gap ketganda, bu haqiqatan ham barcha sohaga ta'sir ko'rsatadi. Tasavvur qiling, ikkita raqobatdosh kompaniyadan biri ushbu texnologiyani qo'llab energiya sarfini 50% ga kamaytiradi. Ikkinchisi esa, agar xuddi shunday yo'l tutmasa, shunchaki bankrot bo'ladi, chunki narx jihatidan raqobatlasha olmaydi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, pirovardida butun sanoat tarmog'i amaliyotga joriy etilishi boshlanishi bilanoq ushbu texnologiyaga o'tishga majbur bo'ladi. Ya'ni ta'sir juda katta. Biz sanoatda elektr energiyasini 50% tejash haqida gapiryapmiz. Bundan tashqari, muhokama qilganimizdek, elektr energiyasini ishlab chiqarish samaradorligi ham o'nlab foizlarga yetishi mumkin. Bu esa yana o'z natijasini beradi. Bu esa ortiqcha energiya paydo bo'lishiga olib keladi. Biz elektr energiyasi haqida gapiryapmiz va bu ortiqcha energiya narxlarining pasayishiga sabab bo'ladi. Bu o'z navbatida yalpi ichki mahsulotga ta'sir ko'rsatadi. Bugun biz 4% o'sish haqida gapiryapmiz. Ushbu texnologiya bilan bu ko'rsatkich kamida 14% ni tashkil etishi mumkin va bu yerda ijtimoiy oqibatlar boshlanadi. Davlat soliqlarini kamaytirish, pensiyalar va turli ijtimoiy to'lovlarni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa butunlay yangi daraja. Va to'satdan iqtisodiy o'sish birlik emas, balki o'nlab foizlarda bo'lishi mumkinligi ayon bo'ladi. Bu esa mohiyatan har birimizga ta'sir ko'rsatadi. Har birimizga taalluqli. Xo'sh, buni ro'yobga chiqarish uchun har birimiz nima qila olamiz? Aslida bu texnologiyaga qiziqish bildirish va u haqda ma'lumot tarqatish. Agar kimdir biror fizikni tanisa, yanada yaxshi bo'lardi. Chunki eng katta muammo fizika sohasidagi mutaxassislarga yetib borish. Kimdir shunday imkoniyatga ega bo'lsa, bunday texnologiya mavjudligi haqida ma'lumot tarqatishdan tashqari, bu texnologiyani qo'llash uchun resurslari, tanishlari yoki o'z kompaniyasi bor yo'qligidan qat'iy nazar, shunchaki biz bilan bog'lanib, uning qanday ishlashini ko'rishga kelishi kifoya. Biz unga hamma narsani ko'rsatishdan xursand bo'lamiz. Namoyish etamiz, muhokama qilamiz, imkoniyatlarni tushuntiramiz, nimaga ega ekanligimizni ko'rsatamiz. Ilgari aytganimdek, albatta, bu texnologiya asosida yanada mukammalroq qurilmalar yarata oladigan aqlli insonlar ko'p. Men shunchaki biz eshiklarni ochdik demoqchi emasman. Biz bu texnologiyadan foydalanish imkoniyatini beradigan eshiklarni lang ochdik. Bu esa aslida deyarli har sohada qo'llanilishi mumkin. Endi hamma narsa o'sha aqlli va qobiliyatli insonlarning harakatiga bog'liq. Agar ular bundan foyda ko'rishni istasalar, bu poyezdga sakrab chiqishadi va bu texnologiya ustida ishlashni boshlashadi. Topkirsizroq bo'lganlar ko'proq qobiliyatlilarga suyanib, ular bilan birga harakat qiladi. Biroq yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi va biz barcha qiziquvchan va tayyor bo'lganlarni kelib ko'rishga hamda keyingi qadamlarni o'zlari qo'yishga taklif etamiz. Juda soz. Bugungi suhbatimiz uchun sizga chin yurakdan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Biz ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni tingladik. Shaxsan men bunday ixtiro butun jamiyat rivojlanishi uchun g'oyat katta imkoniyatlar ochishiga ishonaman va bundan foydalanmaslik achinarli bo'lardi. Shuning uchun sizga yana bir bor katta rahmat aytaman. Siz, aziz tomoshabinlar bilan esa xayrlashaman va bundan keyin ham ko'rsatuvlarimizni kuzatib borishingizga umid qilaman. Rahmat, xayr, biz ham sizni voqealardan xabardor qilib turamiz. Rahmat.